Assalomu alaykum mana azizlarim. Ertaga Xudo xolisa 13 aprel kuni bizani Happiness Reset bo'yicha marafonimizga start beriladi. O'zi marafonda nimalar qilyapmiz, baxt, nima haqida gaplashamiz? O'zi faqat siz qoluvdingiz, baxt haqida gapirmagan, o'rgatmagan deb o'ylashingizdan oldin kichkina disclaimer. Bu bepul kichkina loyiha. Agar birorta bir narsani to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, o'zingiz ichingizdan ko'laverasda ba'zida kimgadir yaxshi qanaqadir bir mehr muruvvat ko'rsatsangiz yoki yaxshilik qilsangiz, ichingiz shunaqa yorishadi. Men qaysidir ma'noda buni oldingi videoda aytgandim, mana shu holatlardan tezroq va yaxshiroq chiqish uchun shu challenge-ni qilishga qaror qildim va niyatim faqatgina bitta narsa. 10 kundan keyin mana shu sizga berib boradigan vazifalarimni qilib, Telegramda отчетda reportlarni tashlab, har kuni kechqurun 10 da перекличка qilamiz. Qani, sizlarga bergan protokolimni bajardinglarmi deb o'sha yerda hamma rasmlari bilan tashlashni xohlardim. Bu mutlaqo bepul bo'ladi. Meni niyatim 10 kun davomida mana shu protokollar, videoda tarzida sizlarga solo podkastlar, baxt mavzusida, qaysi neyromediatorlar ishlaydi, nega tug'ma kimdir o'zini baxtsiz his qilishi mumkinmi? Shunaqa narsa bormi? Tug'ma kimdir baxtliroq, tug'ma kimdir baxtsizroq. Shunga o'xshagan savollarni ko'tarib 10 kun davomida sizlarni podkast orqali educate qilaman. Lekin number one niyatim, number one go'lim, maqsadim bu 10 kun davomida sizni aslida naqadar baxtli, naqadar omadli inson ekanligingizni bundoq ko'zgu sifatida sizga ko'rsatib, mana qarang Lola, mana qarang Akbar, mana qarang Madinaxon, siz aslida hayotda juda ham baxtli insonsiz. Prosta ba'zida oqqan suvni qadri yo'q deydi-ku, вот kuni kecha как раз oqqan suvni qadri yo'q deganda esimga tushdi. Qo'shnim yozyaptilar. Barno, uyingda suv bormi? Juda muzda suv ketibdi dedilar. Uyga keldim, qarasam suv yo'q, yuvinish kerak, salfetkada tapir-tupur artdim, tishimni ham yuvgandek bo'lmadim. Shunaqa yomon-da. Shunchalik uyimizda suv borligiga, svet borligida oddiy bundoq qarasa narsalar o'rganib qolgan ekanman. Что bitta suvni bo'lmagani, kechasi suvni bo'lmagani menga shunchalik ta'sir qilishi mumkin ekanki, ertalab uyg'onib shuni srazi borib ochib ko'rganimda suv kelganini ko'rib, mendan baxtli odam bo'lmadi. Aslida hayotimizda mana olib qo'yilmaguncha yoki o'sha narsa vaqtinchalik unavailable bo'lmaguncha biz naqadar baxtli insonligimizni tasavvurimizga ham keltira olmaymiz. Bugungi sizlarga tayinlagan podkastimda, solo podkastimda, baxt mavzusidagi podkastimda ertadan boshlab, nasib bo'lsa 13-apreldan boshlaydigan Telegramda men sizlarga vazifalarni berib boraman. U yoqda kommentariya qismida birorta bir savol tug'ilsa, savol javob qilish osonroq bo'ladi. U yerda kontakt qilib turamiz. Protokolni tushuntirib beraman va neyrobiologiya, neuroscientifically research qilingan, izlanilgan va 4 ta komponenti bor. Neuroscience baxtni elementlari deysizmi, formulasimi, ya'ni baxtni formulasi ideal bo'lishi uchun 4 ta narsa kerak ekan. Mana shu narsa haqida gaplashib chiqamiz bu solo podkastda. Undan tashqari 10 kun davomida har kuni men sizlarga solo podkast, baxt atrofidagi mavzularda aylanadigan kichkina temalarni tanlayman va u yerda qo'ldan kelgancha faqatgina hayotiy experience emas, balki ilmiy statistikalar va ilmiy manbalardan kelib chiqib o'rganilgan holda, research qilingan holda shu ma'lumotlar bilan bo'lishib bormoqchiman. Xullas, maqsadim ma'noda, umid qilamanki qo'llab-quvvatlaysiz va qatnashasiz va 10 kundan keyin juda ham umid qilaman Barnopa da to'g'ri aytgan ekansiz. Aslida hayotda juda ham baxtli, juda ham omadli inson ekanman deb aytishingizni juda ham kutib qolaman. Xullas, birinchi savol, baxt o'zi nima? Nima uchun hamma baxtni har xil ifodalaydi? Baxt nima? Baxtni noto'g'ri tushungan ekanmiz nomidagi solo podkastim ham bor edi.
agarda ko'rmagan bo'lsangiz juda ham maslahat berardim, chunki juda ham katta ko'rish sonlariga ega bo'lgan, professional settinglarda olganmiz. Menimcha qiziq chiqqan, chunki ko'pchiligiga yoqqandi. Bilasizmi, baxt so'ziga bitta однозначный, bitta dona qanaqadir ta'rif yo'qda. Men o'zim shaxsan ahamiyat bergan narsam baxtni san nima baxtli qiladi deganda, mana meni nazarimda katta baxt bor va kichkina baxt bor. Qaysi ma'noda? Masalan, mimolyotniy baxt bo'lishi mumkin. Masalan, men hozir o'tirib maza qilib birorta bir podkast ko'rdim. Bu narsa short lived bo'ladi va u menga baxt tuyg'usini berdi. Albatta, bu baxt tuyg'usi deganimda ortida turgan har xil gormonlar, neyromediatorlar bor va bu narsani ham albatta 10 kun davomida alohida solo podkastimizni mavzusi qilib gaplashamiz. Ya'ni katta baxt bor, kichkina baxt bor. Kichkina baxt bu anaqa bo'ladi, momentda bo'ladi. Birorta bir narsadan xursand bo'lamiz, ichimizda o'sha kichkina iskralar bo'ladi, iliqlik bo'ladi, yorug'lik bo'ladi va o'zimizni yaxshi his qilamiz. Va biz o'ylaymizki, mana shu kichkina baxt katta baxt bilan adashtirishni boshlaymiz-da. Kichkina baxt u kichkina narsalarga bog'liq. Kichkina narsalarni payqashimizga bog'liq, to'g'rimi? Kimdir yaxshi gapirsa xursand bo'lamiz yoki yaxshi ko'rgan ovqatimizni yesak xursand bo'lamiz. Mana shu xursandchilik, joy deysizmi, o'sha narsani biz baxt bilan overlap qilamiz, adashtiramiz. Va bizga, kstati, mana shu podkastda doirasida juda ham ko'p so'zlarni tarjimasini ChatGPT bilan birga qildim, chunki inglizcha manbalarni dan to'plab tayyorlaganman-da bu solo podkastda. Masalan, kindness degan so'zni o'ziga 3 ta ta'rif chiqyapti-da. Bu mehribonlik bo'lishi mumkin, birorta bir inson dobroy bo'lsa, qo'li ochiq bo'lsa kind bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ozgina bo'lsa ham majbur bo'laman inglizcha so'zlarni aralashtirishga, chunki o'zbekchada aytadigan bo'lsam, ma'lumotda sofliligi yo'qolib qolishi mumkin, chunki tarjimada u noto'g'ri bo'lar ekan. Katta baxt bo'lsa, hamma hayoti davomida, nazarimda yana aytaman, bu mening shaxsiy fikrim, hayoti davomida intilib boradigan bir destinationi bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa narsani ko'p sezganman. Ya'ni nima seni baxtli qiladi desa, ayni damda seni nima xursand qiladi, ya'ni xursand qiladi, what makes you happy, seni nima xursand qiladi degan so'z bilan seni nima baxtli qiladi degan so'z mana shu kichkina baxtni ta'rifiga o'xshab ketadi. Va sen uchun baxt nima, qachon o'zingni baxtliman deb hisoblaysan deganda, inson o'sha kattaroq, globalroq narsalarga qarar ekan. Endi neuroscience, neyrobiologiyada ilmiy tadqiqotlar insonni psixologiyasini o'rganib, qaysi elementlar borki, mana nimalardan tashkil topgan o'sha baxt, nima bo'lish kerak inson o'zini baxtli deb hisoblasin degan mana shunaqa empirical research o'tkazishgan ekan. Va birinchi komponenti baxtda bu resilience hisoblanar ekan. Resilience. Boshqacha qilib aytganda, o'zbekcha, inglizchada bu adaptability. O'zbekchada menimcha bu moslashuvchanlik bo'ladi. Resilience. Bir nimaga turib bera olasiz va tez moslashasiz. Hayot har bitta variantni o'ylab chiqsangiz ham, plan A ga 5 ta plan o'ylasangiz ham, plan B ga 80 ta plan o'ylasangiz ham, hayotda hamma narsa biz xohlaganimizdagi reja bo'yicha ketmaydi. Va mana menga ham qiziq bo'lgan narsa, o'zim ham havas qilaman va mana shu narsani o'zimda keyinchalik ham rivojlantirishni xohlagan bo'lardim. Hayotda birorta bir biz o'ylamagan ssenariy bo'ladigan bo'lsa, tezlikda o'rnimizdan turib, et-betimizni qoqib, bo'ldi, xudo xolisa, hammasi yaxshilikka deb turib, o'zini shu qo'lga olib, adaptatsiya qila olish qobiliyati bizga baxtlilik hissini berar ekan. Mana birinchi eng muhim baxtni komponenti bu resilience, adaptability hisoblanar ekan. Meni nazarimda adaptatsiya qila olish, tez moslashish bu insonning ichki stержeni shunchalik kuchli bo'lishi kerakki va mentaliteti shunchalik keng bo'lishi kerakki, inson nima bo'lsa ham, mana shu mindset, menimcha bu haqiqiy yutuvchilarni, chempionlarni mindseti. Nima bo'lsa ham yaxshiligiga tez tura olib va tez usti boshini qoqib, dalsha
davom ettirib yo'lini keta olish. Chunki har xil insonga hayotdagi sinovlar har xil ta'sir qiladi. Masalan, kimgadir bir oy ketadi o'ziga kelishiga, kimgadir bir kun ketadi. Ba'zi insonlar bor, ular juda ham tez stressli holatlardan tez chiqishadi. Ya'ni qancha tez inson hayotdagi sinovlardan recover qilib, yangi ishga, yangi joyga, yangi krugga, yangi davlatga masalan ko'chsa, boshqa mamlakatga ko'chib ketdi, qanchalik tez adaptatsiya qila olsa, o'sha inson o'zini shunchalik baxtli his qila olar ekan. Menimcha it makes sense. Ikkinchisi bu ability to savor positive things deb bo'lib chiqdi. O'zbekchasiga bu qanaqa bo'ladi? To'xtab hayotda pozitiv narsalarni payqa olish qobiliyati. Haqiqatdan ham mana Telegram kanalimda yaxshilikni, baxtni, pozitiv narsalarni payqash challenge-ini qilgandim. Chunki rostdan ham podkastni boshida aytganimdek ham shukur qilaman desangiz, xursand bo'laman desangiz, povod topasiz. Baribir sabab topasiz. Xafa bo'laman desangiz, ya'ni hamma narsa shu niyatingga bog'liq deydi-yu rostdan ham. Mana hozir kelaman-da, mana shu odam bilan shunaqa gaplashib olaman deb mana shunaqa nastroydamisiz, siz baribir ham topasiz. Xolismi, yo'qmi, uni bilmadim. Sochi sizni anaqa qiladi, g'ashingizga tegishi mumkin, ko'zi g'ashingizga tegishi mumkin, baribir topasiz. Hamma narsa уже sizni qanchalik yaxshilikni payqashga miyangiz nastroyenlimi yoki urushishga nastroyenlimi, minusni ko'rishga nastroyenlimi, shu narsaga bog'liq bo'lar ekan. Ikkinchi, qanchalik inson baxtlilik darajasini o'lchayotganda, o'sha empirical studies highlight qilgan, ko'rsatgan narsasi bu pozitiv, ijobiy narsalarni payqash qobiliyati. Endi o'zingizdan so'rang, siz qanchalik ijobiy narsalarni atrofda payqashga miyangizni trenirovka qildirishga tayyorsiz. Chunki 10 kunlik challenge doirasida biz mana shu narsani birgalikda trenirovka qilamiz. Uchinchisi, bu narsani bilgandim, sezgandim. Bu скорее всего siz ham bu narsani inson o'zini baxtliroq his qilish uchun uchinchi element nima kerak ekan? Bu qaranglar, bolalar, biz gaplashayotgan narsamiz, guys, bu oilasi bo'lishi, puli bo'lishi, yaxshi ko'rgan ishi bo'lishi unaqa emas. Ya'ni insonni o'zidagi qaysi kачестволар, qanaqangi qualitieslar bo'lsa, inson baxtli bo'lishga moyilroq bo'ladi degan ma'nodagi elementlar. Uchinchisi bu diqqat ekan. Diqqat. Shuning uchun ham mana shu narsani birinchi marta o'qiganimda aytdim, wow, bu demak make sense. Chunki nima deydi, почти hamma shaxsiy rivojlanish coachlari bizga qayta ta'kidlaydigan narsasi nima? O'sha pozitiv fikrlar, yaxshi affirmatsiyalarni ayt. Ya'ni siz fikrlaringiz har doim miyangizda o'ylab yurgan fikrlaringiz o'zi affirmation hisoblanadi. Affirmatsiya, biz u narsani affirm, ta'kidlash, ya'ni qayd etilgan narsa bu ta'kidga aylanadi. Bizda miyamizda baribir reticular activating system degan narsa bor. Miyamizni nima narsaga, bu xuddi GPS sistemasiga o'xshaydi-da. Nima narsani miyamizga solib, o'sha narsani ta'kidlab yuradigan bo'lsa, informatsion dominanta bo'ladi. Bo'ladi-yu. Sportsmen odam bilan gaplashadigan bo'lsangiz, любой misollarni sportivniy добавкаlar bilan beradi, tam kreatin deydi. Faqat sportga tegishli bo'ladigan misollarni beradi. Yoki siz IELTS ustoz bilan gaplashadigan bo'lsangiz, har bitta mavzuda misol tanlayotganda ham, tushuntirayotganda ham IELTS ga tegishli bo'lgan mavzulardan kelib chiqib misol beradi. Bu narsani informatsion dominanta deydi. Ya'ni har bitta insonni qaysi sohada yoki qaysi areani ko'p o'ylaydi, o'sha narsa haqida ko'p gapiradi, o'sha narsa har bir insonda bo'ladi. Onalarda ko'pincha bu bolalari bo'ladi. Qorni og'risa nima ichish kerak? Spumizam ichish kerakmi? Uxlamayotgan bo'lsa nima qilish kerak? Ichib kelmasa bolani nima qilish kerak? Ularda уже informatsionniy dominanta bola va farzandini sog'lom bo'lishi, well-being hisoblanadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, har bitta insonda informatsionniy dominanta bor. Siz просто ahamiyat bering, har xil mavzularda ham doim присутствовать qilayotgan, exist qilayotgan qanaqa mavzularni siz gapiryapsiz, payqashni boshlang. Xuddi shu kabi, mana diqqatingizni siz boshqara olasiz.
lekin diqqatingizni tashqari muhit boshqaradi. Ya'ni bu narsa haqida ham va'da beraman gaplashamiz. Bugungi solo podkast menimcha kichkinagina bir spoiler. 10 kun davomida sizlarni nimalar kutyapti? Kichkina spoiler. Qanaqa mavzular ko'tariladi? Kommentariy qismida ham yozishingiz mumkin. Masalan, baxt mavzusida menga juda ham qiziq bo'lardi. Qanchalik masalan serotoninni roli katta. Qanchalik uyquni roli katta inson o'zini baxtli his qilishi uchun-da. Mana shunaqa savollarni men nima deydi, xursand bo'lib research qilib chiqqan bo'lardim. Chunki rostdan ham qo'lab tekshirib, qani bu haqida biologiya nima deydi, neyrobiologiya bu haqida nima deydi, uyqu bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar nima topgan, oxirgi исследовательlar nimani ko'rsatdi va hokazo. Menga ham juda ham qiziq. Xullas, RAS bu bizning filtr sistemamiz, reticular activating system. Informatsionniy dominanta bu qaysi narsa bilan miyangizda dominant fikr qaysi va xohlaysizmi yo'q, mana masalan aytaylik, mana shu informatsionniy dominanta bo'lsa, mana shu oranjiviy rang, to'g'rimi? Endi nima desangiz ham, endi masalan oranjiviyga taqqoslaganda bu mana qarorda, endi bilasizmi, sabzi mana bunaqada deb xohlaymanmi yo'qmi, bu miyamni katta qismini mana shu informatsionniy dominanta egallagani uchun, bu dominant bo'lgani uchun xohlaymanmi yo'qmi, odamlar bilan gaplashayotganimda bu katta qismini egallagani uchun beradigan misollarim, qiladigan xulosalarim, insonlarga gapirayotganda ishlatadigan so'zlarim baribir mana shu informatsionniy dominantani ta'siri ostida bo'ladi. Shuning uchun ham urushqoq hayotda faqat negativ ko'radigan odamlar ming yaxshi klubga tushsa ham bu уже formirovatsiya qilib bo'lganda informatsionniy dominanta yillar davomida bo'lgan narsa. Juda ham qiyin. Ming yaxshi gapirib ko'rsangiz ham mana g'ir toksik odamlar bo'ladi-yu. Bor sizda ham shunaqa tanishlar. Hammamizda bor. Ba'zida o'zimiz toksikmiz. Shu yaxshi gapirsan ham baribir topadi. Baribir minusini topadi. Ming yaxshilik qilsan ham baribir bir nimasini gapirib yomonlab olish kerak. Voy, har balo qilib ko'rdingiz, zo'r kafelarga olib bordingiz, lekin baribir bitta minusini topadi. Ya'ni bunaqa xususiyat bilan, kачество bilan, sifat bilan inson o'zini baxtli his qilishi вряд ли bo'lmaydi. Bu uchinchisi hisoblanar ekan. Diqqatingizni nimaga qaratyapsiz? Diqqatingizni jamlash va bekorga emas, mana shu baxt haqida, o'zingizni yaxshiroq his qilish haqida, sog'lomroq bo'lish haqida gap ketar ekan. Sizga 99% holatda coachlar, psixologlar, ekspertlar beradigan maslahat bu meditatsiya qilish, yolg'iz qolish, o'ylab ko'rish, yoga bilan shug'ullanish, sport bilan shug'ullanish, peshkom yurish. Ya'ni biza diqqatimizni to'plash mashqlarini qilishimiz hisoblanadi. Biz siz bilan dopaminni sog'lom baseline ga tushirish bo'yicha qilgan challenge'imizda NSDR praktikasi haqida gaplashgan edik va NSDR ni ochig'ini aytsam, mana shu mashqni qoldirmoqchiman. Chunki buni boshqacha nomi o'sha guided meditation. Sizga aytib turadi, ko'zingni yum, nafas ol, nafas chiqar, endi siz men nima qilaman, u menga nima berardi deyishingizdan oldin ilmiy asoslangan narsa. Bizni diqqatimiz qayerda bo'lsa, o'sha yerdan biz energiya chirpat qilamiz. O'sha joydan biz energiya olamiz. Lekin bizani bilmadim, ishimiz tufaylimi, atrof muhit tufaylimi bilmadim. Bizani fokus sistemamiz, diqqatimiz faqat negativga qaralib qolgan bo'lsa, biz ko'p kasal bo'lamiz. Faqat negativ narsa haqida o'ylaymiz. Shuning uchun ham o'zimizni baxtliroq his qilish xohlaymizmi? Unda biz diqqatimizni boshqarishni o'rganishimiz kerak. Buni oldingi podkastda ham chiqqanimda aytganman. Eng zo'r hozirgi zamonda qilishingiz mumkin bo'lgan skillslardan, rivojlantirishingiz mumkin bo'lgan skillslardan bittasi bu diqqatingizni boshqarish skillsi hisoblanadi. Diqqatni qayoqqa qo'ysangiz, bo'ldi, o'sha yoqqa qarab sizni vnimaniyingiz уже oqib ketaveradi, energiya ham o'sha joydan kelishni boshlaydi. Yomonligiga quyapsizmi? Siz уже kasal qiladigan sizni energiyalarda bo'lasiz. Bu narsa bizga kerak emas. Chunki yomon narsaga o'zingizni duchor qo'yursangiz, baribir o'ylashingiz mumkin, "Ha, menda уже immunitet hosil bo'lib ketgan, уже" deb o'ylashingiz mumkin. Lekin miyamizning ham har xil sloylari bor. Limbicheskiy sistema bor, prefrontal korteks bor, to'g'rimi? Ya'ni bizda yana buni psixologiyada nima deb aytishadi? Сознательное, несознательное deb, to'g'rimi?
ong osti, ya'ni bu neyrobiologiyada nima? Ya'ni biz anglab, tushunib, mana miyamiz, mana bu lobni do'la, to'g'rimi? Rivojlangan frontalniy korteks, bizani mantiqiy qismimiz joyida, men uni boshqaryapman, bilaman, qo'limni ko'taraman. Men bu odam menga yomon gapirdi, so'kdi, lekin men unga javoban so'kib, yomon gapirib qarg'ashga majbur emasman. Balki uni qanaqadir bilmadim, bir problemasi bordir, bilmadim, yori kasal bo'lib qolgandir, bilmadim, farzandi bir nima bo'lgandir, bilmayman, lekin bu inson yomon degani men ham unga o'xshab yomon bo'lishim kerak degani emas, degan qarorlarni qabul qila olishimiz uchun biza mana bu lobni do'la, frontalniy korteksni ishlatib bilishimiz kerak. Biza amigdala, limbik sistemda funksionировать qiladigan bo'lsak, ha nima deding, ha og'zingga qarab gapir, biz uni o'yiniga o'ynashni boshlaymiz. Bu narsani biz o'shani, oy bilmasdan aytib qo'ydim-da, ha bilmasdan rostdan ham aytib qo'yish mumkin, bilmasdan insonni ham urib qo'yish mumkin. Nimaga bilmasdan deymiz? Bu narsani yana yurisprudensiyada nima deydi? Состояние affekta deydi, to'g'rimi? Affekt holati. Odamlar affekt holatida qilib qo'ygan ishini ba'zida umuman anglashmaydi. Urib qo'yishi mumkin kimdir, prosto kimdir mana ichimga kirib oldi-da, shunaqa bo'ldim-da deydi. Buni neyrobiologiyada bizda prosto mana kortizol, norepinefrin, adrenalin bushavat qilib to'lib turganda miyamizda shunaqa ximический kokteyl bo'ladi. Bizda mana bu lobni do'la, frontalniy korteks, mayli yaxshi o'tiringlar, o'zingizga kelganinglarda men bu kokteylga ketganda men kelarman, mayli aka, opa deydi, ketib qoladi. Keyin qaytib keladi. Keyin jahlimizdan tushganimizdan keyin mana men bu tuman ketdi-da, miyamiz ochilgandan keyin nima qildik, nima gapirdik, o'zim bundoq qarasa jahlim chiqib urib ketishim ham shart emas edi degan narsalar keyin bo'ladi. Ya'ni mantiqiy miyamiz afsuski har doim orqada qoladi. Mana eski miyamizga qaraganda. Endi bizga tushunarliroq bo'lishi uchun o'sha limbicheskiy sistema eski miya deymiz. Frontalniy nima? Frontal lobe, lobna do'la, frontal cortex, buni aytaylik yangi miya deb aytaylik, to'g'rimi? Mayli, bu videoni kesmaymiz, звонок kelib qoldi ozgina, menimcha videoni kачествосiga влиять qilmadi. Mayli, qaytdik temaga, eski miya va yangi miya deb uslovni bu narsalarga refer qilamiz. Bizani yangi miyamiz har doim orqada qoladi. Eski miya tez Formula 1 dagi mashinaga o'xshaydi. Anaqa bo'lsa, frontal lobimizdagi yangi miyamiz, bizani mantiqiy miyamiz bo'lsa, u toshbaqaga o'xshaydi. U sekin o'ylab, hamma narsani взвешивать qilib, plusini, minusini o'ylab, rostdan kerakmi, yo'qmi, mantiqan o'ylab, hazm qilib, keyin orqada qolib toshbaqa bo'lib keladi. Tushunyapsiz? Shuning uchun ham ko'pincha o'ylamagan narsamizni, ya'ni xohlamagan narsamizni aytib qo'yamiz, chunki bu защита-da, bey ili begi. Prinsipi tez aytib olish kerak, meni xafa qilyaptim, men ham aytishim kerak. Endi nima uchun ko'p kouchlar, psixologiya deysizmi, nimami, shaxsiy rivojlanish, umuman o'zingizni yaxshiroq his qilish uchun, taningizni savlatать qilishingiz uchun ham ko'pchilik yoga, meditatsiya praktikalarni maslahat berishadi. Chunki bu praktikalar diqqatimizni boshqarishga yordam beradi. Chunki bizada mana tashqaridagi stimulyatsiyadan ko'zimizni yumamiz, tashqaridagi stimulyatsiyalarga biz duchor bo'lmaymiz. O'shanda ko'zingizni yumib turgan holatingizda uxlab qolasiz yoki stimulyatsiya bo'lmagandan keyin diqqatingiz hamma joyga sochilmaydi. Endi siz aytishingiz mumkin, nimaga ko'zimizni yumib bu narsani qilishimiz kerak? Chunki ko'zlarimiz bu tashqaridagi miyamiz hisoblanadi. Qancha ko'p svetlarni, har xil narsalarni ko'zimiz ko'radigan bo'lsa, shuncha ko'p stimulyatsiya ko'p va diqqatimiz shunchalik parchalanadi degani. Shuning uchun ham mana men g'alati misol jinnixonalarni videolarda ko'rsatadi-ku, mana televizorlarda ko'rganimizda, kinolarda jinnixonani ko'rsatadi-ku, o'shanda mana psixiatricheskiy palatalarni ko'rsanglar, oppoq bo'ladi. Oppoq, hamma joy oppoq, hech qanaqa rasm yo nimaga, chunki ularni trigger qilmasligi kerak. Ularning o'sha psixический holati juda ham возбужденный bo'ladi, trigger bo'ladi. Juda ham trigger bo'ladi. Ularga har xil rasm, mana qilar, ranglar ularni вообще trigger qilib yuboradi. Shuning uchun ham neytral, oppoq, hech qanaqa narsasiz, uzorlarsiz, hech qanaqa mana belgi, shakllarsiz bo'ladi. Tushunasiz, nima uchun ko'zingni yum,
chuqur nafas ol, shu praktikalarda nega ko'z yumish, nafas olish degan narsalar ishlatiladi. Chunki ko'zimizni yumganimizda bizani mana tashqaridagi miyamiz, ko'zimiz tashqaridagi stimulyatsiyalarga yopilyapti-da, biza kamroq informatsiyani обрабатывать qilyapmiz. Shuning uchun ham mana bu ko'p odam gavjum, man masalan odam gavjum, man торговый sentrlarga borsam, допустим, yoki выступлениyalar qilsam, man ertasi kuni shunaqa yotib qolaman. Uyqum kelib, xuddi energiyamni kimdir so'rib olgandek bo'ladi, anaqa qila olmayman. Nimaga? Mana onam buni ko'z tegdi deb aytadilar. Neyrobiologiyada bu men juda ham ko'p stimulyatsiyaga bittada duchor bo'lganim deb tushuntiriladi. Ya'ni juda ham ko'p narsa, ham mana bir kunning o'zida ham zo'r ovqatlandingiz, ham maza qilib o'ynadingiz, yaxshi ko'rgan insonlaringizni ko'rdingiz, ham shopping qildingiz, ya'ni stimulyatsiyani dodasidan oladigan bo'lsangiz, dopamin tuf bo'lgan bo'lsa, oldingi videolarimdan bilasizki, qanchalik bu yoqda tezligi va balandligi rol ijro qiladi. Qanchalik tez va qanchalik balandga chiqadigan bo'lsa, xuddi shunaqa tezlikda, xuddi shunaqa darajada pastga tushadi va tushgandan keyin bizda reski tushib chiqqan narsa bizani tomimizni prosta ketkazib qo'yadi. Hosiliga etgan narsam bu запрещенный, man qilingan veshestvolarga o'tirib qolgan insonlarni holati. Nima uchun ularga mana shu запрещенный veshestvolarni tashlash qiyin? Ko'ramiz, mana kinolarda hamma narsani sotadi, yolg'on gapiradi. Nima bo'lsa ham o'sha narsani olgisi keladi, o'sha запрещенный veshestvoni olgisi keladi. Qog'ozga o'rab gapirishga harakat qilaman, YouTube videolarini ban qilmasligi uchun. Bu hammasi образование, tushunish, yaxshiroq anglash va sizlarni savodxonliginglarni mana shu mavzularda oshirish maqsadida qilinyapti va YouTube mavzusi, ya'ni YouTube plashatkasi bunaqa mavzularni push qilmasligi uchun yagona so'rashim mumkin bo'lgan narsa sizdan поддержка bo'ladi. Bu uchun sizdan menimcha 2 daqiqa ham vaqt ketmaydi. Like bosasiz va share if you can and don't forget to subscribe. Chunki bu narsa juda ham katta videolarni push bo'lishiga nima qiladi, способствовать qiladi. Hozir sizga aytgan narsam, agarda siz bir kunning o'zida maza qilib olgan bo'lsangiz, ham shopping qildingiz, dugoningiz bilan ko'rishdingiz, ham morojniy yedingiz, maza qilib ovqatlandingiz, tez va juda baland chiqdi, dopamin tez va juda baland chiqdi. Xuddi shunaqa tezlikda tushadi, shunaqa tez tushadi va xuddi shunaqa quyi darajaga tushadi. Даже undan ham adashmasam quyiroqqa tushadi, undan ham pastroqqa tushadi. Mana bu bizda formula зависимостьga, qaramlilikni formulasi hisoblanadi va ko'pincha bu o'sha man qilingan veshestvolarga o'tirib qolgan odamlarni neyrobiologiyasi, biologiyasi hisoblanadi. Mana shu spusq bo'lgandan keyin odamda o'shani lomka deymiz-ku, shunaqa holat boshlanadi. Chunki reski tushib ketdi. Nima qilishni bilmaydi, badani og'riydi. Bu xullas umuman boshqa mavzu. Xuddi shu kabi dopaminga o'tirib qolgan inson, biz shuning uchun ham dopaminni anaqa qilishimiz kerak-da, diversifikatsiya qilishga harakat qilishimiz kerak. Balki bu narsalar haqida ham qilarmiz. Masalan, psixologiya отношений ham, inson munosabatlarini psixologiyasi ham juda ham qiziqda. Inson munosabatlarini da bitta kichkina bug bor. Sozavisimus deydi, soziklar deydi. Bir-biriga o'tirib qolganlar, xuddi odamlar narsalarga o'tirib qolsa, shoppingga o'tirib qolsa, ludomaniya bo'lsa, o'yin o'ynashga o'tirib qolsa, bir xil insonlar odamlarga o'tirib qoladi. Bu уже toksichniy, nosog'lom sevgi bo'ladi-da. O'sha inson unga suv va havodek zarur bo'ladi. Nima uchun? Chunki yagona dopaminini so'rsi qilib, o'sha insonni olganimiz hisoblanadi. Ya'ni baxtliroq his qilishimiz uchun o'zimizni bu narsani diversifikatsiya qilishimiz kerak ekan. Ya'ni biz baxtli his qilishimiz uchun biz bu narsani har xil resurslardan olishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni ota-onamiz bilan gaplashib xursand bo'lamiz.
yaxshi ko'rgan ishimiz bilan shug'ullanib xursand bo'lamiz. Yaxshi ko'rgan insonimiz bilan suhbatlashib xursand bo'lamiz. Ozginchasini ovqatdan olamiz, ozginchasini sportdan olamiz. Lekin bitta narsaga, masalan, o'shani toksichniy любовь bo'lib, o'tirsa ham, tursa ham, nafas olsa ham faqat o'sha inson bo'lib qoladigan bo'lsa, bu xuddi o'sha запрещенный narsalarga o'tirib qolgan insonni biologiyasi, ya'ni miyasini ochib neyromediatorlarni anaqa qilsangiz, xuddi nima deydi, man qilingan, mumkin emas bo'lgan narsalarga o'tirib qolgan odamlarni miyasi bilan o'sha sevib qolgan insonni miyasi bir xil ishlar ekanda. Qarang, bu narsa masalan farzandiga nisbatan ham bo'lishi mumkin. Bu уже alohida mavzu. Sevgilisiga nisbatan bo'lishi mumkin. Va hokazo. Ya'ni bu narsa ham sog'lom sevgi hisoblanmaydi. Chunki biz barcha o'sha narsa diversifikatsiya qilmayapmizda, bitta resursga bog'lanib qolyapmiz. Bu juda ham xavfli. Va 4-chi, insonlarda bo'lsa shu kачество, o'zini baxtliroq his qiladigan kачество, bu being kind to others hisoblanar ekan. Boshqalarga nisbatan mehribon, qo'li ochiq, ya'ni kind so'zi ingliz tilida ikki xil ma'noda. Добрый, щедрый-da, qo'li ochiq, yaxshi inson, yaxshi относиться qilish deb ham tarjima qilinadi. Kind to others. Ya'ni boshqalarga nisbatan biz yaxshi отношенияda bo'ladigan bo'lsak, boshqa insonlarga mehr muruvvatli bo'ladigan bo'lsak, yordam qiladigan bo'lsak, inson o'zini baxtli his qilar ekan. Masalan, endi tushunasiz, nima uchun bu challenge-ni qisman qilishga decide qildim. Birinchidan tan olaman, bu narsa o'zimga ham juda ham qiziq. Ya'ni prosta baxt haqida valdir-vuldir oddiy general suv quyadigan gaplarmasda, balki rostdan ham ilmiy jihatdan qanaqadir bir formulaga solish mumkin bo'lsa, solib ko'rib, xo'p, meni baxtli qiling, qanaqa qilib baxtliroq bo'laman deydigan bo'lsangiz, okey, umumiy olganda mana shunaqa narsalar bor ekan, qilib ko'ring deb protokol bera oladigan darajada harakat qildim xullas. Endi ikkinchi qismiga kelyapmiz. Bu podkast aytganimdek sal uzunroq bo'ladi, chunki hamma narsani tushuntirib bermoqchiman. Protokolimizga kelib to'xtaladigan bo'lsak, ertadan boshlab qilishingiz kerak bo'lgan narsalar 5 ta bo'ladi. Birinchisi bu journaling. Bitta daftar olasiz, men sizga har kuni journal qiladigan mavzungizni aytib turaman. Mana shu mavzuda yozasiz deb kamida 200 ta so'z yozishga harakat qiling. O'zi aslida masalan 30 daqiqadan diqqatda, kстати, men bu yerda ham kichkina hakli qilyapman. Уже 2-3 kunga kelganingizdan keyin sirlarni ochishni boshlayman. Ya'ni bekorga bu 5 ta narsani tanlab olmaganman. Harakat qildim kamroq, bir kunda har bir inson qilishi imkoni bor, manageable bo'lgan mashqlarni tanlashga. Hech qanaqa pul sizdan anaqa qilmaydi, investment qilish talab qilmaydi. Ya'ni qilsa bo'ladigan narsalar. 2-3 kunda aytaman, qaysi protokoldagi activity, mashg'ulot sizni miyangizni qaysi qismini aslida hack qilyapti. Va ba'zida bitta mashg'ulot bitta emas, ikkita narsani hack qilishi mumkin. O'shalardan bittasi va muhim bo'lgan mashg'ulotingiz, 5 ta mashg'ulotdan activitydan birinchisi bu journaling hisoblanadi. Journaling haqida Andrew Huberman'ning butun boshli 2 soatlik, hattoki o'sha ilmiy asoslangan podkasti ham bor. Bu journaling metodi psixoterapiyada, psixologiyada, coachingda juda ham keng qo'llanilgan. Menimcha qo'llaniladi. Business coachingda ham bu narsa bor. Ya'ni inson o'sha Mahmud bilan ozgina kelishib olish kerak. Va boya aytganimdek, diqqatimizni savladet qila olsak, boshqara olsak, juda ham ko'p narsada biz aslida uspешный bo'lamiz. Ya'ni hamma narsaga diqqat kerak. Birorta bir narsa o'rganmoqchimisiz? Diqqat kerak. Birorta bir ishni yaxshiroq qilmoqchimisiz? Diqqat kerak. Yoki oila a'zolaringiz bilan отношениyangizni yaxshilamoqchimisiz? Qanchalik siz aytayotgan so'zlariga attentivesiz. Diqqatingizni berib, yaxshilab eshitib, chunki telefon o'ynab eshityapsiz yoki rostdan ham o'sha inson bilan gaplashyapsizmi? Ya'ni diqqatingiz joyidami, yo'qmi? Diqqat juda ham kerak. Journaling bu narsaga yordam beradi. Ham siz yozish davomida, bu ham scientifically proven fact, 20 daqiqadan keyin bizada уже miyamizda
erkinlik holati bo'lgandan keyin miyamiz уже подсознательный bo'lgan, mana boshida biz mashg'ul anaqa qilamiz. Birinchi sizga beradigan mavzuyim masalan baxt bu nima? Baxtga siz o'z ifodangizni yozing. Endi Barnopa baxt haqida yozib keling. Protokolda journalingga baxt haqida yozing dedilar. Nima yozaman? Endi hamma uchun baxt har xil narsa. Masalan, men uchun oilam, sog'lig'im, kimlar uchundir tam mashinasi. Mana shunaqa yozasiz va qaysidir momentda va bu taxminan 20-daqiqada bo'lar ekan, insonni miyasi logicheskiy miyasi o'chadi-da. Endi yozasiz. Endi Barnopa ham uncha qiziq narsalarni topib yuradi. Endi shu narsani okey yozyapman. Qaysidir moment sizni logical brainingiz o'chib, bilmam bu. Menimcha baxt bu yaqin insonlarimizning hayotligi. İçimdagi qanaqadir bir halovat tuyg'usi borligi va sizda haqiqiy fikrlar ustiga chiqishni boshlaydi va bizga aynan shu narsa kerak. Va o'rtacha 20 daqiqada dedim, bu narsa nimaga bog'liq? Diqqatingizni hammaga pish qilib sprey qilib tashlayapsizmi hamma joyga yoki yo'qmi? Hamma joyga diqqatingizni anaqa sepib tashlamayotgan bo'lsangiz, bitta joyda o'tirib bitta mashq qilayotgan bo'lsangiz, taxminan 20-daqiqalarda sizni mantiqiy miyangiz o'chib, o'sha haqiqiy ichingizda yotgan qo'rquvlaringizmi, xohishlaringizmi ustiga chiqishni boshlaydi va bizga aynan shu narsa kerak. Va yozayotganingizda mana eng muhim narsa, iltimos marafonda qatnashuvchilar tushundik Barnopa deb yozinglar. Bu juda ham muhim narsa. Busiz journaling ishlamaydi. Shunaqangi yozingki, dunyoda hech kim ko'rmaydi, o'qimaydi. Shunaqangi uverenlik bo'ling. İchingizdagi narsani to'la to'kisligicha yozing. Masalan, endi men uchun baxt bu ota-onamni rozi qilish, tam hozir ustozim o'qisin deb o'ylaydi, tam yaxshilik qilish, odamlarga xayriya qilish. Yo'q, rostdan ham ichingizdagi bo'lgan narsani yozing. Shunaqa yozingki, yozayotganingizda butun dunyo hech kim ko'rmaydi. No one in the world will ever read your paper, okay? Shunchalik honest bo'lib yozishingiz kerak. Kimgadir yoqish ma'nosida tam xayriya qilaman. Yo'q, rostdan ham o'tirib ichingizdagi narsani yozing. Bu yoqda biz bu mashqdan maqsadimiz o'zimizni yaxshi ko'rsatish emas. Bizani maqsadimiz boshqa. Shuning uchun iltimos o'sha narsalarni paketimda ichini to'kib yuboramiz va chisti o'zingizni menga marafonga olib kelasiz, okay? Mana prosta siz Lola, Bobur, Akbar, Akmal, Muhammad. Prosta o'zingiz keling. O'zingiz keling marafonga. Hech kimga hech narsani biz bu yerda isbotlamayapmiz. Faqat o'zingiz bo'ling, prosta o'shani paketni ichidagi narsani to'kib yuboring. Ikkinchisi bu NSDR mashqi. 10 daqiqa davomida o'sha любой xohlasangiz internetdan yoga meditation, guided meditation 10 daqiqa har kuni ertalab, kechqurun, kunduzi farqi yo'q. Kechqurun soat 10 gacha qilsangiz bo'ldi. Chunki kstati marafon doirasida bahonada 11 da uxlab, ertalab 6-7 da turishni ham trenirovka qilishimiz kerak. Chunki uyqu baribir ham kerak narsa. Shuning uchun challenge-da qatnashuvchilar, marafon ishtirokchilari soat 10da tashiyman, srazi tez qilgan narsalarni periklichkasini plus minus qilib menga checklistini tashlashingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, bu mashqni siz erta tongda uyg'onishingiz bilan qilishingiz kerak bo'ladi. Bu 10 ta narsaga shukr yozish. Boya aytganimdek, biz faqat savor positive things dedik, to'g'rimi? 4 ta formulasida element bor ekan. O'sha bittasi, ikkinchi formulasida deb aytgandim sizga, bu yaxshi narsalarni payqa olasizmi? Shu qobiliyat hisoblanar ekan. Bu qobiliyat hisoblanar ekan. Azizlarim, shuning uchun qaraymiz mana. Men ertalab uyg'onganimda oynamni tagida shunaqa bitta qush chiroyli sayradi-da. Chiroyli sayrayapti. Xuddi mana meditatsiya. Yakshanba kuni mashinalar yo'q, tinchlik, xotirjamlik, qushchani sayrayotganini eshityapman. Xuddi bir сказка bo'ldi. Mana keyin turdim, o'sha menda o'sha jurnal samoprogrammirovание degan nimam bor. O'shani birinchi doim to'ldiradigan narsam uyg'onganimda, chunki bu menga sets a tone for the day. Bu narsani masalan oxirgi 3 yildan beri menimcha har kuni qilib kelyapman. Har kuni deb aldamayman. Bir xil kunlarda o'tkazib yuboraman. Настроением вообще nima bo'lsa yoki
et-betim og'risa, no, bu narsa men o'zimni yaxshiroq his qilishimga yordam bergani uchun mana bir o't kutib turaman shu narsani qilish uchun. Ertalab ya'ni turib birinchi qiladigan ishim shu, tam suvni olaman, tishimni yuvgandan keyin suvimni qo'yib o'tirib o'sha narsani tezlikda yozib olaman. От души yozishingiz kerak. Ichingizdan, qalbingiz bilan. Boshida bu qiyinroq bo'ladi. Har xil ruchkalarim borligiga behisob shukr, tam bilmadim. Kravatim top-tozaligi uchun, yastig'im yumshoqligi uchun shukr. Tam I'm grateful for deb men inglizchada yozaman, chunki men miyam menimcha ko'proq inglizchada orientir oladi. I'm grateful for deb boshlayman. 10 ta punkt yozib chiqaman. Boshida radikalочка qilishingiz mumkin, lekin siz уже nima deydi, master of shukrona bo'lib ketasiz. Master bo'lganingizdan keyin уже kichkina narsalarni ham уже ko'rib, payqab, o'sha narsaga ham grateful bo'lishni boshlaysiz. Bu haqida ham alohida 10 kunlik baxt marafoni doirasida alohida podkast qilaman. Juda ham qiziq mavzu. Grateful bo'lish, shukr qilish, благодарный bo'lish bu juda ham qiziq mavzu va o'ylaganingizdan ko'ra ko'proq ilmiy isbotlarga ega. Bu просто sekret kinosini ko'rib, yaxshi niyat qil degan narsa emas. Bu rostdan ham isbotga ega, chunki insonning miyasi koinot o'rganilmagani kabi, okeanning tubi o'rganilmagani kabi insonning miyasi ham shunaqa o'rganilmagan. Shu kungacha grateful bo'lish haqida o'rganilgan narsalar bilan bo'lishib boraman. Xullas juda ham qiziq. Bu narsaga ham siz skeptical bo'lishingiz mumkin. Просто give it a try, okay? Men sizga nima o'rgatayotganim yo'q. Sekret filmi, tam faqatgina orzuni yozing, o'tiring, pashani ko'rib deb aytayotganim yo'q. Просто hayotda haqiqatan ham har bir inson xursand bo'lishiga по-любому izlasa povod topa oladi. Baribir ham shukr qilishga nima topa oladi, sabab topa oladi. Просто biz shunchalik noshukrlikda payqamaslikka o'rganib qolganmizki, tam nolib yashab. Menda shunaqa bo'lgan. Bir ishxonada ishlaganimda qanaqadir bir toksik staff bo'lganda, teachers roomga boraman, o'sha yuragim bezillab turardi. Teachers roomga borsam faqat nima yomon shu narsa haqida bo'lardi. Keyin o'zimga privichka qilganman. Undan ko'ra break time'da studentlarim bilan o'tiraman deganman, bormaganman. O'shanda men o'shani nima deydi, influence'ga podvergatsiya qilmaganman. Shunaqa o'zimni yaxshi his qilganman. 4 ta pari o'tib chiqamanmi, 5 ta pari o'tib chiqamanmi? Xuddi mana ertalab kelgandek, chunki energiyam shu narsaga ketmagan. Ishoning, mana ming'ir-sing'ir birovni yomonlashga energiyamni yo'qotib qo'yibman deyapman-ku. Siz tasavvur qiling, shukr qilib, xursand bo'lib, yaxshi narsalarni payqashdan siz qanchalik ko'p energiya olasiz. Eng yomonida energiya yo'qotmaysiz, eng yaxshisida shunaqa ko'p energiya va savob olasiz. To'rtinchisi, bu 3 ta insonga kun davomida chin dilingizdan og'zaki rahmat deyish. Chin dildan, oyjon, chuchvaringiz shunaqa mazali chiqibdi. Rahmat kattakon, qo'llaringiz dard ko'rmasin onam dedingiz. Tam bilmadim. Adangizga rahmat deysiz. Odajon, rahmat meni bugun institutga olib ketganingizga. Chin dildan 3 ta insonni kun davomida o'sha 3 ta insonga rahmat deyishingiz kerak. Rahmat kattakon. Chin dildan nimagaligini ham aytishingiz mumkin. Uyingizdan ham boshlashingiz mumkin. Bilmam, ko'chada kimnidir ko'rdingiz, juda ham anaqa samimiy kulgiga ega ekansiz. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Rahmat, tam bilmadim. Oddiy narsalarga ham masalan rahmat deyish mumkin. 3 ta insonga kun davomida rahmat deysiz. Bu ham bitta neyromediatorni hal qilish yo'li hisoblanadi. Lekin bu prosta aytish kerak ekan deb emas, rostdan ham chin dildan aytishingiz kerak. Va oxirgisi 5-inchisi, kimgadir kichik narsada bir kunda bir marta kimgadir kichkina bo'lsa ham narsada qarash. Bilmadim, jiyaningizga qarab turganingizmi, kelay bering jiyanimni, men qarab turaman dedingizmi? Birorta bir narsada yordam berish. Mana siz niyat qiling, mana har kuni kichkina bo'lsa ham kichkina narsada kimgadir yordam beraman deb niyat qiling, sizga hayot shunaqangi nimalarni ko'rsatib qo'yadi. Kimnidir mashina yo'ldan o'tkazib qo'yish kerak bo'ladi. Kimdir ko'chada adashib qolgan sizdan yo'l so'raydi. Mana bu ham qarash hisoblanadi. Mana yuragingizga mana shu narsani tugib qo'ying, har kuni kichkina bo'lsa ham kimgadir yaxshilik qilaman, yordam beraman deng.
bu nima deydi, katta pullar berib, kimnidir qutqarib, man sizlarni qutqaruvchanlikka chorlayotganim yo'q. Prosta kichkina qo'lingizdan keladigan narsalarda sizdan yordam so'rashsa, har kuni yo'q demasdan, chin dildan o'sha narsaga qarashing. 5 ta punkt qiladigan bizni protokolimizdagi mashg'ulotlar shulardan iborat. Videomiz ham xudo xolasa 45 daqiqalik chiqibdi ekan. Lekin hammasini shoshilmay bemalol tushuntirib berdim. 10 kunlik happiness reset marafoniga xush kelibsiz. Bu narsani marafonda qatnashmay ham prosta o'zingiz uchun baxt haqida qani nimalar bor ekan deb eshitishingiz ham mumkin. Menimcha hech qanaqa zarari bo'lmaydi. Qatnashib, ofitsial registratsiya qilib, перекличкада ishtirok etmasangiz ham o'zingiz uchun har kuni masalan kimgadir chin dildan rahmat deyishni boshlasangiz, yoki ishxonadami qayerdadir 10 daqiqa, 5 daqiqa bo'lsa ham o'zingizga vaqt ajratib, ko'zingizni yumib, chuqur nafas olish mashqlari orqali diqqatingizni jamlash, terish mashqini qilishingiz mumkin. Ya'ni bu narsani, informatsiyani xohlaganingizcha yaxshilikka ishlatishingiz mumkin. Qatnashayotganlarga omad tilab qolaman va hammamizga bu marafon xayrli bo'lsin.